Barselonaga nima bo'ldi? 300 qo'ydimi? Ha, biz bugun Barsa yutadi debdi, butun Realchilar Barsaga balet qilib o'tirdik-ku. Kecha biz 2-1 ga o'tkazib qo'ydik. O'zicha juda ham ko'pchilik Barsachilar bizga Bavariya tomon bo'lib olib, har xil videolar, har xil negativ gaplar, kulgi narsalar tashladi. Atelabdan men ochmadim, menga direktga tashlashganda. Bugun hozir bir ikkinchi taymda o'rtalarida bir qator qarab qo'yish deb kirsam, haligi Barsachilar o'tkazayotgandan keyin tashlagan videolarini, yozgan yozuvlarini o'chirib yuborishibdi yana. Yana bir ikkitasi juma muborak deb yozib qo'yibdi. Eng qizig'i bugun payshanba, tom ketdi Barsachilarda bugun sal nero bo'lib qoldi. Mayli bo'lsa ham sizlar ulardan sizlar remontadaga tayyorgarlik ko'rdinglar sizlar. Remontada deyorasizlar, ha? Oldinlari kimgadir yomonlik qilinsa 40 kunda, 40 yilda qaytardi. Hozir 23,5 soatda qaytyapti. Kecha biz ustimizdan kulganlar bugun mana yirik hisobda yutkazyapti. Iltimos qilaman, Realchilardan, Barsachilardan bitta farq bilan ajrab turaylik. Bu videoni umuman Barsachilarga jo'natmanglar. O'zlarini rekidan chiqsin, tamom. Hala Madrid.